holatdagi kvartira so'ragan hurmatli mijozlarimiz uchun aynan shunaqasini topib qo'ydik. 7 qavatli yangi ishli domni, 3-qavatda umumiy maydoni 75 metr kvadratdan iborat bo'lgan 2 xonali korobka holatdagi kvartirani sotuvga chiqardik hurmatli yurtdoshlar. Manzilda aytsak, manzil Buxoro shahar 5-mikrorayon plyuslab kelasizlar. Universitet, maktab, hammasi bog'chalar dasturli joylarda joylashgan. Qaysi universitet yaqin desangiz, Texnologik institut va bu yerda tibbiyot instituti yaqinroq, universiteti yaqinroq ekan. Hurmatli yurtdoshlar, manzilni to'g'ri aytib o'tdik. Hamma uchun narx qiziq. Narxi 6 million so'mdan so'ralyapti 1 metr kvadrat uchun. Murojaatlar bo'y bo'ladi, lekin ancha qattiq bo'ladi. Qattiq bo'lmasa bo'y ham bo'la olmaydi-da, o'zlari ham bilasizlar-ku. Murodjon aka bilan tortishib 6 millionga keltirib qo'ydik. Yana kelsalar ham ustida gaplashib olasizlar. Xo'p, ana bu joyda kuxnyamiz ham keng va kattagina ana bunaqa balka tushib qo'ygan ekan. O'rtada endi proyekt bo'yicha shunaqa bo'lgan, gaz o'chiruvchilari kelgan. Yulduzdan birinchidan bittani ko'rsating, aniqroq lokatsiya bo'lishi uchun. Ko'rasiz, Gulbahor restorani bu tarafda. To'g'ri ketaversak, o'sha bu tarafda Merxan restoraniga qarab yurib ketamiz. Ana bu joyda sanzul qismi, sanzulimiz bemalol alohida qilib olish imkoniyatiga egasizlar. Juda ham keng va kattagina. Ana bu joyda yana bitta eshik qo'yib alohida bo'lib qoladi. Ana bu joyda zalimiz. Shu balkasini yetib tushgan ekan, qolgan narsasini gapirish mumkin emas joyi etajiga. Xo'p, ochiq balkoniga ham ega, birga 2 balkonni o'zi ham. Ko'ryapsizlar, ochiq balkonchasi ham mavjud. Jigarjonlar nima deysiz? 6 millionga arziydi arzimaydi. Biz qo'ldan kelguncha sizlarga obzor qilyapmiz. Oynalari 2 qavatli akvaplas romlari qo'yilgan. Ana bu joyda ikkinchi xonamiz o'zi. Kvartiramiz haqida ham to'liq ma'lumot beramiz. 7 qavatli yangi ishli dom, 3-qavatda 2 xonali 75 metr kvadratdan iborat bo'lgan korobka holatdagi kvartirani sotuvga chiqadi. Suvdan, gazdan, svetdan muammo yo'q. Sразу tarif bo'ladi. 1 metr kvadrat uchun 6 million so'm so'rayaptilar. Yana kechalaring ustida gaplashib olishimiz mumkin. Yaxshi kunni ko'rishguncha.